Xormeli servis xodimlari transformatorni qanaqa tekshirish bo'yicha video qolma. Bir ikkita ustalar bilmas ekan, shuni bilib olsin. Testerda qarshiligiga qo'yamiz. Qarshiligi 2 kilo ohm, chunki 300 ohm bo'ladi. Birinchi anaqa admodga o'shanga 2 kilo ohmga qo'yamiz. Tekshiramiz. Birinchi cho'lg'amni tekshiramiz. 300 ohmli mana 316, 315 ohm ko'rsatyapti. Bu uzilmagan. Ikkinchi cho'lg'amni qarshiligi kamroq bo'ladi. Ya'ni mana 2, 3 yoki 1 ohm bo'ladi. Taxminan. Endi testerda yoki mamiga qo'yib prozvonka tekshirsanglar ham bo'ladi. Prozvonkada mana birinchi qarshilik mana shunaqa chillab ovoz chiqaradi. Birinchi cho'lg'amda ovoz chiqmaydi, lekin qarshilikni ko'rsatadi. 314 ohm. Transformator uzilmagan.